Yevropa gazda bugun ikkita Tracker avtomobillariga metan gaz o'rnatish jarayoni boshlandi. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, narx-navolari bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. 30 litrlik 3 ta metan gaz balonni bagaj qismiga chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Mana bu Trackerimizga ham eng sifatli kranlar bilan o'rnatilyapti, mustahkam qilib. Oldi jihozlariga qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, original zapravочник, ADAX X original reduktor bilan o'rnatilyapti. Buni bilgan biladi, sifati juda ham yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan. Farsunkasi 2 o'nlik tezkor farsunka. Bu Italiyada ishlab chiqarilgan va Fagobit shlanglari bilan, o'zining maxsus shlangalari bilan o'rnatib berilyapti. Trackerda programma chiqmagan, trackerlarda hali gazga programma chiqmagan sababli Panda degan variator o'rnatib beramiz. Azizlar, ko'p joyda bu narsani aytishmaydi. Tortmayapti, boshqa muammolar bo'lyapti deydi. Mana shu narsani qo'yish kerak doim. Bu foyda beradi. Bu mashinaning yurishiga, metanda harakatlanishiga foyda beradi. Blok boshqaruvi mana Yevropa gaz brendi Polshada ishlab chiqarilgan modeli Avansi 32 ga 4. Ko'pchilik narx-navoni arzon aytadi, lekin Basica 24 ga 4 ni qo'yib oladi. Ya'ni Gentra Cobaltga tushadigan original kompyuterni qo'yiladi. Bilishmaydiki, bunga turbina motorining hisobiga ko'p funksionalni blok boshqaruvni qo'yish kerak. Ya'ni Avansi 32 ga 4 ni shu joylariga alohida e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Mana bizda ADAX reduktorlarimiz eng sifati yuqori bo'lgan reduktorlarimiz. Yevropa gaz brendi ostida qo'yiladigan blok boshqaruvlarimiz. Mana bunga ham Panda variatorini o'rnatib beryapmiz. Mana ko'rinishi. Bu muhim narsa bu gazda. Farsunkasi bunda ham o'sha italyanskiy rail, italyanskiy reduktor. Buni birga bir Xitoy varianti ham bor. Ozgina e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolamiz. Buni farqi, birinchi farqi rangida bo'ladi. Originalda to'qroq bo'ladi. Xitoyda ochiqroq bo'ladi rangi. Keyin bir xil varianti bor, Lux Coupe, plombasi sal kamroq quyilgan bo'ladi. Originalda ko'proq quyilgan bo'ladi. Kesalaring ertalab soat 8 da ishni boshlaymiz. Obedgacha o'rnatib beriladi bizda. Akamiz Navoiydan kelishgan, bu 3 ta 30 litrlik metan gaz balon bilan 7.800.000 ga o'rnatib berilyapti. Azizlar, bizda bir xil mijozlar bilan gaplashib qolamiz, dogovor qilamiz telefonda, yo'lga chiqadi, keyin yo'lda narx-navoni undan bundan so'rab kelishadi. Keyin bir xillari yo'q bo'lib qolib, telefonni ko'tarishmaydi. Lakasa tashab beramiz, boshqa qilib beramiz. Arzonroq qo'ydirib o'rnatib ketishadi. Arzonroq, bekorga arzon emas, chunki biz ham o'sha raqobat qila olamiz. Hamma bitta joydan oladi. Hech kim birovdan qimmat yoki arzon ola olmaydi. Raqobat qila olamiz. Qo'ldan kelguncha hamma bilan raqobat qila olamiz imkon qadar. Chunki bekorga arzon emas, chunki sifatda farq bor. Menga qo'ydirmasangiz ham, boshqa joyda qo'ydirsangiz ham sifatni talab qilib oling. O'sha narsalarga e'tibor bering. Qo'yilayotgan qanaqa jihoz qo'yilyapti? Trackerlarga masalan Panda bilan qo'yilsin. Mana shu sifatni talab qilib oling. X originalmi, farsunka qanaqa, birga bir kopiya emasmi? To'g'ri, Xitoydagi ham garantiya beriladi, sifati yaxshi. Lekin biz ham raqobat qila olamiz. Bekorga qimmat aytmaymiz. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero like'lar ko'proq insonlarga videomizni tavsiya qiladi. Shundan insonlarga manfaati tegishini xohlagan bo'lar edik. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yevropa gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Tanlovda adashmanglar, azizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida. Betonkadan kelishda, Sardobadan o'tganda Gulistonni ichiga qarab o'ng tomonda yo'l bor, katta trassa. Mana shu to'g'ri 18 kilometr yurib, mana shu ko'prikchadan kelib
avtomobillaringga Yevropagaz servisda eng original jihozlarni o'rnatib ketishlaring mumkin. Mana bu so'lim go'sha, xullas kanalchani yoqasidamiz. Yoshlikni eslab, yoshligini eslab bir cho'milib ketsalaring ham bo'ladi. Bu yog'i Toshkentdan kelishda Betonkadan o'ngga qarab Jizzax yo'lga most oldidan chiqib ketishadi-yu. To'g'ri most tagidan Guliston ichiga kelasizlar. 15 kilometrlar atrofi. Svetofordan shuni o'ngga burilib 1,5 kilometrda, 2 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Bitta qayrilib olib, mana shu ko'prikchadan o'tib ishxonamizga kelsalaring bo'ladi.